Keyin asosiy narsalardan biri talab ilmda xoli zehn bo'lish kerak. Xoli zehn degani zehni xoli, bo'm-bo'sh bo'lishi kerak. Chunki odam bir narsa bilan hayoli chalg'ib tursa, qalbiga kirmaydi ilm. Odamni qalbi bitta. Ma ja'alallohu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Alloh bir kishiga ko'ksida ikkita qalb qilib bermagan. Bitta qalbi bor odam. Bir narsa bilan mashg'ulmi, albatta ikkinchi narsa qolib ketadi. Talab ilm bir narsa bilan mashg'ul bo'lsa, albatta qolgan narsalar kirmaydi hayoliga. Imom Shofiy rahimahulloh aytganlarki, "Law kulliftu shira'a basalatin ma fahimtul mas'alatan" deganlar. Agar men bir bozorga borib, bir joyga borib, piyoz sotib olib kelishga yuklatilsam, menga shunaqa vazifa yuklatilsa, men masalalar tushunmay qolaman degan. Ya'ni odam hozir bozorga borib mayda-chuyda qilib ketish kerak, uni qilish kerak, buni qilish kerak degan xayolida, shu zehnida mashg'ulot bormi, bo'ldi. Odam tushunmaydi dars. Endi bu piyoz bir misol. Subhanalloh, hozir talab ilmni chalg'ishi ilmga shu darajada ta'sir qiladiki, tushunmayapman, yodlolmayapman, esim kelmayapti, hayolimda turmayapti deganlar hammasini sababi shu. Odamning qalbi bir narsa bilan mashg'ul bo'lsa, bu boshqa narsa kirmaydi odamga. Shuning uchun imkon qadar qalbiga ko'p ma'lumotlar kirgizmaslikka harakat qilish kerak talab ilm. Siz qalbingizga qizg'onchiq bo'ling. Kirgizmang boshqa narsalar. Yuzga bir begona odam kelsa kirgizmaysiz-ku, masalan, to'g'rimi? Yoki sizga xoslab berilgan biror, masalan, qimmatbaho narsa bo'lsa, qo'lingizda turgan. Shuni hammaga bermaysiz-ku, to'g'rimi? Qizg'onasiz-ku. Nega qalbingizni qizg'onmaysiz? Qalb bilan yo'liqasiz ertaga Allohga. Nimalar kirib ketyapti qalbingizga? Hamma narsalar kirib ketaversa odamning qalbiga, mag'zava narsalar, yomon narsalar, harom narsalar, bo'lar bo'lmas narsalar kirib ketaversa, odam bir qizg'onchiq bo'lish kerak emasmi qalbiga? Bo'lib ham talab ilm. Nafaqat talab ilm, balki hamma musulmon odam. Ayrim talabalar shu o'qiyotgan paytlarimizda bozorga borib kelib, bir aeroportga borib kelsa o'zgarib qolardi. Ya'ni hayoli sochilgan, darslarga 1-2 kun ta'sir qilardi-da. Endi hozir u paytda telefonlar olib qo'yilardi. Hozir bozorga borish shart emas. Bozor kirib keldi o'zi hamma odam cho'ntagiga. Odamni hayoli chalg'isa, Sufyon as-Savriy rahimahulloh aytganlarki, 50 ta hadis yodlab keldim degan. Shayxim oldida o'tirib 50 ta hadis yodladim. Uyga kelsam, uydagilar ayolim dadasi un tugab qoldi. Uni olib keling deganda shuni g'ami ayolimga, kallamga kirib 50 ta hadis esimdan chiqib ketdi degan. Qarang, nima qilsamikin, qayerga borsamikin, qanday olib kelsamikin unni degan. Hayol bilan bu hali halol pokiza bo'lgan tirikchilikdagi masalalar ketyapti. Hali fahsh munkar narsalarga ular aralashmagan salaf solihlar. Oddiy uydagi ro'zg'or muammolarini eshitib hadisni unutib yuboryapti, 50 ta hadisni. Endi Alloh rahim qilsin hozirgi talab ilmlar. Shuncha narsani ichida bir narsalarni yodlab qolyapti ham, eslab qolyapti ham masalan. Shuning uchun talab ilm chalg'ituvchi narsalarni, chalg'ituvchi orzu havaslardan ham uzoq bo'lish kerak talab ilm.